Voy, shuncha pullar. Pullarning hammasi mengami? Albatta. Mang mana pullarni o'ziga yangi kompyuter sotib oling. Xo'sh, to'g'risini aytsam, barchasi yaxshi. Telegram bot yaratori boshim juda ham og'rib ketdi. To'g'risini aytsam, mana ko'rishinglar mumkin. Python va React yordamida men hozir Telegram bot yaratyapman. Hey hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Nodrik va bugungi yangi video roligimga xush kelibsizlar. Albatta videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'sh, mana obunachilar, bugungi kun ham boshlandi. Havo juda ham yaxshi. Qishloq ham tinch. Xo'p, buni va bularni olamizda Agarodga yo'l olamiz. Xo'sh, Xo'p, obunachilar, hozir bugungi kunda nima qilaman to'g'risini bilmayman, lekin nimadir qilamiz. Voy, kimsan sen? Seni Mr. Beast chorlayapti. Mr. Beast, qanaqa Mr. Beast? Ortimdan. Ortingdan, voy. Hop. Oy, Mr. Beast, qayerda Mr. Beast? Hop, voy. What? Qanday? Voy. Qanday bu? Obunachilar, kimdir menga tushuntirib beradimi? Bu yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. Oho. Assalomu alaykum. Bu yerga qilish mumkin emas. Mumkin emas. Uzr akalar, yaxshimisizlar? Oho, bu yerda qanaqadir nima bu qanaqadir parkur obunachilar. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, bu sandiqlar va bu yerda assalomu alaykum. Bu yerda nima bo'lyapti? Tepaga chiqing, sizni Mr. Beast kutyapti. Mr. Beast? Qayerda? Mr. Beast. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Mr. Beast, yaxshimisiz? Albatta, bugungi videoda biz siz bilan mana shu parkurda o'tamiz. Voy, mana shu parkurdanmi? Menmi? Rostdanmi? Albatta, Karl saralashib qo'y. Karl, siz ham shu yerdamisiz? Yaxshimisiz? Da, yaxshi. O'zi yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nima gaplar? Tinch. Ha, yaxshi. Xo'p, bu yerda nima qilishim kerak unda? Bugungi videoga siz qatnashib berasiz va biz sizga agar yutsangiz $10 million beramiz. $10 million? Ana bu o'yinning ichidagimi? Albatta, u yerda atiga $1 million, pastda $9 million turibdi. Yutsangiz barcha pullar sizniki bo'ladi. Yo'q, barcha pullarmi? Voy, tushunarsan. Qanday qatnashishim mumkin? Shunchaki biz motor beramiz, start deymiz, siz yugurishni boshlasangiz kerak. Yo'q, men boshlashim kerak. Yugurishni. Bu yerda agar men tushib ketib qolsam-chi? Sizga 3 marta imkoniyat beriladi. Agar 3 marta tushib ketsangiz, siz yutqazasiz. Yo'q, 3 marta tushib ketsam. Voy, tushunursan, bu yerda qanaqadir juda ham qo'rqinchli tuzoqlar ko'rinyapti obunachilar. Albatta, men buni yutamanmi yoki yo'q, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Like bosishni ham, obuna ham bo'lib qo'yinglar va kommentlarga обязательно yozinglar. Men bu pullarni yutamanmi yoki yo'q, kommentariyaga yo yutasiz yo yutolmaysiz deb yozib qo'yinglar, unda men boshlayman. Xo'p, men boshlasam bo'ladimi? Hozir biz kameraga start beramiz va boshlaysiz. Xo'p, mayli, unda aytarsiz. Men tayyorman. Xo'p, mayli. Qoidalar qanaqa? Qoidalar sariq X'lar bor joyni bosmasangiz va qoidabuzarlik qilib ikkita bloklardan sakramasingiz kerak. Xo'p, mayli. Men tayyorman. Unda 1 2 3 ga boshlaymiz. 1 2 3 boshlang. Xo'p. Opa. Juda ham ajoyib va birinchi checkpointmi bu yoki yo'q bilmayman. Короче, tezroq bo'lishimiz kerak. Oho, yaxshi. Bu yerda juda ham ko'p kameralar va biz pulni oldidan o'tyapmiz obunachilar. Albatta, обязательно yozinglar kommentariyaga, men bu o'yinda yutamanmi yoki yo'q. Xo'sh. Mayli, sekin. Voy, bu yerda tushib ketish. Opa. Voy, chirsin, bir marta tushib ketdim. Obunachilar, bu yomon. Bu juda ham yomon. Bu bir marta shu pastga tushib ketdim. Xo'p, endi nima bo'ladi? Sizning ikkita imkoniyatingiz qoldi. Yo'q. Aha. Opa. Va, davay. 1 2 hop.
Yaxshi men o'tdim. Yaxshi. Endi bunisiga sakraymiz. Voy, sekin. Mana bunday va mana shunday. Juda ham ajoyib obunachilar. Men hozircha deyarli 50% emas, 40% ni o'tib oldim. Albatta sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va kommentariyaga обязательно yozinglar. Hop. Bu yer juda ham qo'rqinchli. Aha. Opa. Давай, parkuriz. Yaxshi. Men buni bosmasligim kerak. Aha. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Opa. Mana shunday. Mana. Opa. Mana senga. Mana. Juda ham ajoyib. Xo'sh, endi bu yerda sakrashim kerak. Do'stlaringiz yo'qmi yoki zerikdingizmi? Bizga qo'shiling va Unstable Family'ning Xo'sh, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, jigarlar. Xo'p, davom etamiz. Ataga bizda ozgina yo'l qoldi. Mana shunday va mana voy, menda bitta imkoniyat qoldi, obunachilar. Bu yomon. Menda ataga bir dona imkoniyat qoldi. Opa, menda bitta imkoniyat, bir marta tushsam mumkin va u yaxshi obunachilar, ya'ni bitta imkoniyat, agar bitta tushib, undan keyin yana bir marta, ya'ni to'rtinchisini tushsam, bo'ldi, ya'ni yutqazaman. Xo'p, muzlarmi nima? Voy, menda bitta imkoniyat qoldi. Voy, yo'q, yutqizdimmi? Shen ursin, men yutqizdim. Mr. Beast, bu yerda hech qanaqa zina yo'q-ku. Siz yutqazdingiz. Nima? Men yutqazdim. Voy, shen ursin. Mayli, o'yin uchun rahmat, charchamanglar. To'xtang. Nima? Meni chaqirishyaptimi? Obunachiga yana imkoniyat berishsa kerak. Hop. Labay, Mr. Beast, labay. Men sizni eshityapman. Agar obunachilaringiz like bosib, obuna bo'lib, hozir kommentariyaga omad deb yozishsa, men sizga ikkinchi imkoniyatni beraman. Yo'q, rostdanmi? Xo'sh, obunachilar, iltimos sizlardan like bosib, kanalga obuna bo'ling va kommentariyaga omad deb yozing. Iltimos, men sizni 10 sekund kutib turaman va bunaqa deb yozsangiz menga ikkinchi imkoniyatni berishar ekan. Bu juda ham yaxshi obunachilar. O'shaning uchun men sizni kutyapman. Davay, like bosing, shunchaki bu hech qanaqa pul emas, albatta tekin. Obuna ham bo'ling va kommentariyaga omad deb yozib qoldirishni unutmang, obunachilar. Boslaringmi? Ishonsam bo'ladimi? Xo'p, Mr. Beast, ular bosishibdi. Unda sizga ikkinchi imkoniyat. Boring. Yo'q, 1-2-3 kam yana. 1, 2, 3 boshlang. Xo'p. 1, 2, 3. Opa, bu juda ham yaxshi, men juda ham osonlik bilan o'tdim. Opa, yaxshi. Opa. Xo'p, mana shunday. Yo'q. Voy, menda ikkita imkoniyat, yana ikkita yurakcha demak degani, ya'ni tamiz va xo'sh, chinursin. Mana shunday. Jonim tugamadi, obunachilar, jonim yana bitta bor. To'g'rimi? Albatta. Oho, albatta deyishdi. Yaxshi. Mana shunday va yaxshi yetib keldim. Yaxshi. Ustiga sakraymiz. Yana ustiga va oxirgisi ajoyib. Endi muzlarda ancha ehtiyotkorlik bilan sakrash kerak. Aha, mana shunday va mana shunday ehtiyotkorlik bilan chin ursin. Men yana yutqazdim. Keldim. Qilyapman men, obunachilar, hozir keldim. To'g'riga sakraymiz, obunachilar. Mana shunday. Men obunachilar, hozir xayolimda yutqazdim, lekin men haqiqiy o'yinda yutishim kerak. Mana shunday va yaxshi yetib ehtiyotkorlik bilan sakrash kerak. Aha, mana shunday va mana shunday ehtiyotkorlik bilan chin ursin. Men yana yutqazdim. Voy, qanaqa xayol qilyapman men, obunachilar, hozir xayolimda yutqazdim, lekin men haqiqiy o'yinda yutishim kerak. Mana shunday sekinlik bilan, mana shunday juda ham ajoyib. To'g'riga sakraymiz, obunachilar. Mana shunday juda ham yaxshi. Menda ikkita bitta urinish va men keldim. Oy, men bugungi o'yinda g'olib bo'ldim. Bu juda ham ajoyib, obunachilar. Mr. Beast, siz bugungi o'yinimizda g'olib bo'ldingiz va men sizni tabriklashim mumkin. Mening orqamdan tushing va men sizga barcha pullaringizni beraman va topshiraman va ularni men voy, shuncha pullar.
Pullarning hammasi mengami? Albatta. Sizga olishingiz mumkin hammasini. Marhamat. Oho, bu pullar barchasi rostdan ham mengami? Jin ursin obunachilar, bu shunchalik ko'p pullar, bu pullar bilan juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Albatta obunachilar, sizlarga bugungi video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan men qisqa vaqt ichida notrik bo'ldim. Agarda nima desa bo'ladi? Sizlarga haqiqatan ham boya aytganimdek, BMW yoki Merc buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan notrik bo'ldim. Ko'rishguncha xayr. Karol, bratan, qalaysiz, yaxshimisiz? Mana men sizga mana pullarni o'ziga yangi kompyuter sotib oling. Minecraft o'ynaysiz-ku, maylimi? Davay, men bu pullarni tezroq uyimga topshirishim kerak. Voy, sizlarga rahmat, Mr. Beast.